Tim Horton'da işlеген ayal. Post. Abdori Gülşen Abdüqadir. 8. qism. Küreş haqqida bayonot. Küreş Uyghur tilidagi bu so'z Maryamgulning tuyuqsiz xiyoliga kelganda, uning ko'ngli ilishib qusqisi keladigandek. Xuddi sezik ayol bir narsadan saskangandek bir sezim paydo bo'ladigan bo'lib qoldi. Chunki Maryamgul u kurash, bu kurash. Uning bilan kurash qilish, buning bilan kurash qilish deganga o'xshash ba'zida mavjud va lekin ba'zida mavhum bo'lgan bu uqum ichida tug'ildi va yashadi. Uning onasi Risolatxon xonim uni madaniyat inqilobi ko'rishi toza avjiga chiqqan yillarda tug'di. Shuningdan keyin u o'zimi ma'nosini toza bilib ketmaydigan Shujing joychilar bilan kurash, Yapon bosqinchilarga qarshi kurash, Amerika jahongirligiga qarshi kurash, o'ngchi yerlik millatchilarga qarshi kurash, pan-turkizm bilan kurash va hokazo kurashlarda shuar yodlash bilan Maryamgul ko'plagan yillarni o'tkazdi. Maryamgulning 3 yoshga kirgan mezgillari bo'lsa kerak, tuyuqsiz dadisi Abdurahmon apandi markaziy shahardagi qaysidir bir gazitxona mudirligi xizmatidan elib tashlanib, Maryamgul cho'ng bo'lgan bu shaharga surgun qilindi. Oradan bir mezgil o'tgandan keyin bu oila Tangir tog'larining o'mirtqisiga joylashgan Mo'ng'ulkura noyisining Qarsu yezisiga tarqoqlashtirib etildi. Ota-onasi o'zlari tug'ilib o'sgan bu yurt makonlardan qandaqdir bir ruhiy besim va majburiyat ichida ayrilishning azoblarini tortish ichida yuk taqinlarini yo'g'on qor mashinaga besiyotgan. Mahalla ko'ylarning hammasi degudak partizan bo'lishga majburlanib, yuzlarda qilch kulkidan asar qolmagan kunlarda 3 yoshlik Maryamgul qizil qog'ozda yasalgan bayroqchisini lapildatib, birda o'ngchi yerlik millatchilarga qarshi kurash qilayli deb shuar to'lisa, birda tog'larga chiqayli ey azimatlar, partizan bo'layli mush kunlarda deb amdili chiqqan churk tillari bilan naqshi aytib, qo'roni beshiga kiyatdi. Bundaq chog'da mahalladagi kishilar bir-birlariga qarashib, ma'nili kulishib qo'yatdi. Ba'zilar bo'lsa Maryamgulni quchoqlariga elib, "Nega mangdingiz, tatliq qiz?" deb erkiltatdi. Maryamgul bo'lsa, "Taqqa mangdiq, partizan bo'ldiganqa. O'ngchi yerlik millatchilar bilan kurash qiladiganqa" deydi kamtuk tillari bilan. Ba'zida u balaliq tillari bilan o'ngchi yerlik millatchilarga qarshi kurash qilayli deb butun kun shuvar to'lab qo'roni beshiga kiyatdi. Bundaq chog'larda mahalladagilar bir-birlariga ma'nilik qarshib, pixildishib kulishadi. Chunki Maryamgulning dadisi Abdurahmon apandi o'ngchi yerlik millatchi degan qalpoq bilan xizmatidan qo'g'landi qilingan va amdilikda bu yerdan 300 kilometrcha yiroqlikdagi Qarsu yayloqlarga surgun qilinish oldida turmoqda edi. Ammo amdili 3 yoshga kirgan bu sabiy qiz na oilasining beshiga kelganlardan xabardor, na hayotdan xabardor. Maryamgul Qarsu yayloqlarida oilasining beshiga kelganlardan hech mustasno, xuddi erkin qushdak cho'ng bo'lishga boshladi. Maryamgul maktabga kirdi.
Бәзіде о ұзын қышның аппақ қарлық сәһәрлерді мектепке кетіп атқач, балылық каллысы білән. Әйчіпа, япон басқынчылары деген кімді? Bir көріп бақсам. Amerika Cahangirligi deganchi? Pan Türkizm degan nimeydi? Nimegi buncha vala qattiq ko'rish qiladiganimiz bu ko'rinmaydigan odamlar bilan deb o'ylaydi o'zicha. Yeshi cho'ngaygan siri uning yelkisidagi kurashlarning sonim eshib berishga boshladi. Rak bilan kurash, namratlik bilan kurash, AIDS bilan kurash, oq tamaki bilan kurash va hokazolar. Maryamgul yeshining cho'ng'ishiga agishib, dunyodagi hamma kurashlar Uyg'urlarning zimmasiga yuklanib qilayotamdigandu degan tuyg'uga kelishga boshladi. Keyincha uning kurashlar tizimligiga yangi atalg'ular qo'shilishga boshladi. Bular siyosiy iddiviy kurash, milliy bo'lginchilarga qarshi kurash, terroristlarga qarshi kurash, diniy asabiylikka qarshi kurash va hokazolar edi. Bu kurashlarning o'ttirg'i chiqishi bilan birga u o'z atrofidagi eng yaxshi vijdonli xizmatdoshlardan, do'stlardan, mahalladagi eng yaxshi qo'shnilardan, urug' tuqqan do'st birodarlarning ballardan ayrilib qelyotdi. Ularning hech bir sababsizla 10 yillik, 15 yillik muddatsiz qamoqqa hukm qilinayotganligini, hatto o'lim jazosiga hukm qilinayotganligini ko'rgan Maryamgul qonun orqali ularni qo'g'dimoqchi bo'lib, hatto advokatmi bo'ldi. Ammo u bir yerlarga kelib to'silib qoldi. Ko'z bilan ko'rgil bo'ladigan va yoki ko'rgil bo'lmaydigan to'saqlar Maryamgulning put-qo'lini tushab qo'ydi. Shu chaqda u bir narsalarni bilishga boshladi. Maryamgul tarixda Sharq Turkiston deb tonilgan. Ammo hozir xira-shira yalqinjab o'chish holatida qolgan oxirgi gulxon uchqunlardek yelinjayotgan bu vatandagi xalqlari birda kulib, qo'riq mo'maydak qo'rilib qoladigan, birda hurra deb shuvar to'lab jahonga patmay qoladigan sirliq bir shaharda tug'ildi. Maryamgul bir kunning ichidala boshqacha bir odam bo'lib o'zgarib ketdi. U o'zini Afrikadagi qorong'u bir o'rmonlikqa kirib qolgan odamdek his qilishga boshlamoqda edi. U bu o'rmondan chiqib ketishi, yangi yo'ruq odamning qimmat e'tibori bor bir dunyoni tepishi, balalari va kelgusi avlodlarga har xil kurashlardan xoli. Hech bo'lmaganda kurashlar bir qadar oz bo'lgan, tinch, xotirjam, qadr qimmatlik bir hayot baxsh etishi kerak edi. O'ylanish va tafakkur qilish, yana o'ylanish va yana tafakkur qilish uni yangi bir kurash yo'liga boshlab kirdi. Tuyuqsiz uning kallasi vang'ida yo'rib ketgandek bo'ldi-da, u qaymoqib yurayotgan butkul kurashlar faqat va faqat birla kurashga markazlashib, xuddi kompyuterda saqlab qo'yilgan bir dokument ko'paytirilib, besilib chiqarilgandek uning ko'z oldida namoyon bo'lishga boshladi. Bu bo'lsa-mu Xitoy hukumatiga qarshi kurash yo'li edi. Bu uning hayotining tubdan burilish nuqtasi edi.
Bu köreş barlıq köreşlərinin yığındысы və şundaqla barlıq oylanışlarının cəvhəri bolğanlığı üçün şundaq bir müqərrər köreş idi. Şu gündən etibarən Məryəmgül şundaq qaysarlaşıb ketdi. O, yürügünün yoğunab, qorqumsuz bir adamga aylanıb qılıbatqanlığını sezib turmaqda idi. Məryəmgül köreş yolu aydınlaşqan əşi yağmurluq səhərni heç yadından çıxarmaydı. O, əşi öktəbirning axırqı kunlardagi bir səhərdə bir kichik ko'rg'a o'rikdak seriq qaymaqliq atgan choyni atdi. Uning yeniga yana bir tal qizilmush bilan bir tal sho'xlini to'g'rab, tuz ta'mini tangshab, xom ko'ktat hozirladi va qorosining peshayvonida o'ltirib, kuz yomg'irining ziminni quchoqlashini tomosha qilg'ach, yuragini tingshmoqda va eng oxirgi kurash qarorining har bir bulung pushqoqlarini ko'zdan kechirmoqda edi. Chunki uning yolg'iz atlanadigan bu ko'rishi odatdagi bir ko'rash emas. Balki ajdarho bilan bo'ladigan ko'rash edi. O, nepiz yiqilgan piyozliq tonur nenini ikki qatlab o'shtib atgan chayga soldi. Bir kun burun kuz shamolida uchib yurgan g'azonlar bugungi kuz yomg'irida zimin bilan yomg'ir orasida shumshaygan edi. Hayot mana mushundaq. Tünigün kuz g'azonlarining kuni tuqqan bo'lsa, bugun tongning tungacha kuz yomg'iri hukmdor. Məryəmgülning ona vatandagi o'z qorosining peshayvonida o'ltirib, saharda yaqqan kuz yomg'irini tomosha qilib ichgan bu atgan cheyi o'z ona vatanida va hayotida tonur neni bilan ichgan eng oxirgi atgan cheyi bo'lib qoldi. Məryəmgül Xitoy hukumati bilan kurash qilish yo'lini tanlab, ertasi saharda yo'lga chiqqandan keyin ona vataniga hech qaytib kelmadi. O, o'lib ketdi. Uning meyiti Kanadadagi bir musulmonlar qabristonligiga qo'yildi. Uning qabri teshiga Kanada Tim Hortonda ishlagan tunji Uyg'ur ayol, Sharqi Turkistonning odamlari birda chaqchaqlashib, kulishib, momayda qo'rilib qoladigan, birda vurra to'lab jahonga patmay qoladigan xosiyatli bir shahardagi bulbullari cho'nqur xandan urib sayraydigan, yuqori, o'tira va to'van iqimlari uch xil ism bilan mashhur bo'lgan bir daryo sohilida tug'ilgan. Xitoy hukumati nazaridagi dushman, Uyg'ur xalqi nazaridagi erkinlik jangchisi deb yezilgan edi. Məryəmgül vatanda qurilgan El Aman tashkilotining a'zosi edi. Chunki o, kurash vatanning ichida deb o'ylagan edi ayni chaqda. El Aman tashkilotining a'zolarimi shundoq o'ylashgan edi. El Aman tashkiloti Xitoy hukumati tarafidan har xil sabablar bilan tutqun qilingan, o'limga hukm qilingan, muddatlik va muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Qiyin qistoqda o'lib ketgan Uyg'urlarning oila tavopatlariga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berdigan. Ularning farzandlarini chet ellarda o'qitishga, moddiy va boshqa jihatlardan yordam berdigan tashkilot edi. Məryəmgül tug'ilib o'sgan bu shaharda hayot uchun xiyolchan holatda ko'chalarda ildam ketayotganlarning ko'pinchisi
o'rta yosh va qarilar. Yoshlarning ko'pinchisi Xitoy mustabidlarni vatanidan qo'g'lab chiqarishni maslahatlashganligi uchun etilib ketdi. Muddatsiz va muddatli kesildi. Bu shaharning bahor, yoz, kuz va qishi o'xshash odamlar g'amgin va qayg'uliq. Ammo hayot to'xtab qolmadi. Qar tazımı qili yaqqan, şivirğanlıq qish kunlaridagi bir saharda erini Xitoy askarlari o'ltirayotgan yosh cho'kan. Soğuqda to'nglab ketgan darvoza qulupini cho'g'dam bilan tasda isitib ochdi-da, darvozaning oldiga yoshirincha tashlab qo'yilgan un, guruch va maylarni ko'di. Yung pokvay yağlıqıga qancha mahkam o'rnib tursimi, yanala titrab turgan cho'kan darvozaning ikki tarafiga itdek qarab qo'ydi-da, narsalarni orqa-orqadan darvoza ichiga, ondan uyiga so'rab akirib oldi. Kichikkina kelgan ham oshxona, ham yotoq uy o'rnidagi bu turalg'u ustidagi kongda bir cho'ng kishining yotqini, uning yenida bir bo'shuk, uning yenida yana ikki balalar yotqini yaqin seliqliq turadi. Narsalarning bak to'nglab ketmaganiga qaraganda qo'yib qo'yilganiga ancha uzoq bo'lmagandek ko'rinadi. Cho'kan narsalarning ustidagi qorlarni muzlab qizirib ketgan qo'llari bilan silkib qaqqach. El yurt aman bo'lsin deb shivirladi. Shu tapda uning qo'liga bir narsa urildi. Xaltalarning og'zida bir bog'oqcha turadi. Bog'oqcha yo'l bo'lib ketmaslik uchun bir necha yaltiroq xaltani bir qilib mahkam o'ralgan edi. Bu qitim cho'kanning qo'llari bu qattiq bog'langan yaltiroqlarni etish uchun qo'lashmay qoldi. O qaychi izlamoqchi bo'ldi. Ondan esiga keldiki, qaychi ishlatmaganiga bak uzun bo'lganligi uchun allaqachon ajrab ketgan edi. O yugurib berib, yostiqning ostida qo'yib qo'ygan pichoqni oldi-da, mahkam bog'liqliq plastik xaltani pichoq bilan tirnalab ochdi. Bog'oqchaga dana qilib koni yiziqda. Darvozaning ichiga tomning yeniga qarang. Kesakka bog'liqliq bir konvert bor. Ko'mir alarsiz. El aman tashkiloti deb yozilgan edi. Sirtda yana shivirgan g'ulmoqda edi. Bu qitim cho'kan pokvay yağlıqı bilan yuz ko'zlarini mahkam o'rab, balalar yotqini ustiga yepib qo'ygan aranchi jugini kiyib o'ylig'i chiqdi. O shivirgan uchirib, qor dovillari paydo qilib qo'ygan palampaylardan avaylab tushib, qoro temining yeniga keldi. O cho'qchiyib turgan bir narsani mushu chig'i deb qorga qo'lini tiqibdi. Qattiq qetib qolgan muz bo'lib chiqdi. Cho'kanning qo'li qattiq muzlab ketdi. U qo'lini darhol paxtaliq paltosining ichiga tiqib isitdi. Bu qitim o yung paypoq ustiga kalaч kiyib olgan putlari bilan qorlarni ilashtirdi. Uning putiga yana qattiq bir narsa urildi. Bu qitim o kesakni topgan edi. O puti bilan qorlarni ishtirib irg'itib, pishiq kesakka rezinka bilan mahkam bog'langan yana bir plastik xaltani ko'rdi. Shivirg'anliq qor uchquni uning yuzlariga urmoqda.
eteklerini uçurmoqda. Birdamning ichida u oppoq qor odamiga o'xshab qolgan edi. Chokan muzlab ketgan qo'llar bilan oxirgi bir g'ayratni ko'rsatib, kesakni yerdan uzib oldi-da, uyiga yugurdi. Yana bir necha yaltiroq xaltaga o'ralgan bir konvert chiqdi. Chokan uni avaylab ichib, taqqazoliq bilan sanashga boshladi. 1, 2, 3. Raqamlar ko'paygan siri Chokanning chiroyidagi tabassum alomatlarimi shuningga qarta o'zgarmoqda edi. Konvertda 500 yuan pul bor edi. Chokan qattiq bir ulug' kichiktindi-da, yana shivirlab: "El yurt aman bo'lsin", dedi. Yuqoridagi partizanlik yordamini elib borganlar El Aman tashkilotidan Maryamgul boshliq 3 ayol edi. Darvaqa bu shahar xalqi ko'p narsalarga chorsiz bo'lsa-mu, ammo shehid oilalarini qo'g'dashga qodir edi. Bu shaharda nurg'un yoshlar o'lib ketdi. Ular Xitoy askarlar bilan etishibmi? Xaylarning satqinligi sababidanmi? Turmalardagi urush, qiyin qistoq bilanmi? O'limga hukm qilinish bilanmi o'lib ketdi? Ammo shahar xalqi zodi qanchalik yoshning har yili o'lib ketayotganligini bilmaydi. Ular Xitoy tajovuzchilarini vatanidan qo'g'lab chiqarish uchun harakat qilgan mustaqillik jangchilari edi. Normalik oylik maosh olganlarning chekirdagi anda-sanda ko'rilib qolgan yerim tabassum alomatlarini hisobga olmaganda, bu chaqchaqchilar shahrining ko'chasi baliq g'emi, uy g'emi va bir vaqt tomoq g'emi bilan o'tishib turayotgan. Üstü başlardan to'pi to'kilib turadigan odamlar to'pi bilan to'lgan edi. Qattiq signal bilan odamlar bilan yo'l talishib o'tayotgan mashinalar, orliqlarga qistirib ilingan velosiped va motosikletlar ansiz shaharga yanama ansizlik qo'shmoqda edi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ular qancha g'amkin bo'lsa-mu, tonish bilish, yari birodarlarga salom berishni unutib qolgani yo'q. Bu salomga cho'nqur ma'nolar yoshiringan. Ular aman bo'layli demoqchi. Shahar chorsiz, ammo yashashda chorlar uzilib qolgani yo'q. Qudratlik Xitoy tankillari, qurolliq askarlari, saqchi mashinalari shahar ko'chalardagi har bir bulung pushqoqni qattiq tekshirmoqda edi. Eng yomon bo'lgani va qo'rqishga arziydigani har qaysi mahallalardan setib olgan maoshliq ting-tingchilar edi. El Aman tashkilotining pash bo'lib qelishi ko'z bilan kirpikning orliqidagi ish edi. El Aman tashkiloti a'zolari jiddiy yig'ildi. Bu yig'ilish tarixiy xarakterlik yig'ilish bo'lib, ko'p muzokaralardan keyin pash bo'lib qilish ehtimolligining qosh bilan kirpikning orliqida qolganligini, agar pash bo'lib qolgan taqdirda Xitoy turmalardagi qiyin qistoqqa ayollar tugul erlarning bardoshlik berolmaydiganligini, natijada vatan va millatning bir avlod o'yg'oq va ilg'or ziyolilari uchun cho'ng yo'qotish va bo'shliq bo'ldiganligini ko'zda tutib, El Aman tashkilotini amaldan qoldirish, a'zolarning imkoniyat yor bergan yo'chiqlardan unumlik foydalanib, chet ellarga chiqib ketish va chet ellarda
vatan va millatning beshiga kelgan kulfatlarni dunyo xalqiga anglatish qarori oldi. Bu qaror ayni chaqda to'g'ri qaror deb qaralgan. Agar Uyg'ur xalqining beshiga kelayotgan bu kulfatlar dunyoga bildirilmaganda, Xitoylar Uyg'urlarni bir kechida yo'q qilibasimi, dunyoning bilmay qoladiganligi nazarga ilingan edi. Maryamgul dunyodagi barliq kurashlarni yug'urib, faqat birli kurashga, ya'ni Uyg'ur millatining hur va mustaqillik ko'rishiga yig'inchoqlagan shu kundan e'tiboran chet ellarga chiqib, xalqning beshiga kelayotgan kulfatlarni dunyoga anglatish, shundoqla Xitoyni tur deydigan bir kuchni tepish kerakligini. Undaq bo'lmaganda Xitoyning bir kun ichidala butun xalqni qirib tugitibasimi, dunyoning xabarsiz qoldiganligini muayyanlashtirmoqda edi. Әмма u chet elda yaşagan uzun yillardan keyin haqiqiy kurashning yanala vatan ichida ekanligini his qilib yetdi. Hayot rəhimsiz. Dunyodagi barliq kurashlarni faqat birli kurash yo'liga mujassamlashtirib, bu yo'lda adoqqicha menish uchun qasam ichgan Maryamgul hozir Kanadada xuddi atyoz kelganda kunning isishi bilan asta yerilib, u qirg'oqqa bu qirg'oqqa urilib, andin bir-biriga qistilishib, erib, suvga singib ketadigan Antarktikaning muzlardek urilib, so'qilib kelib, Kanadadagi 1-nomerlik tez mulozimat markasi hisoblangan Tim Hortonning mashina bilan kirib, qahva oladigan mulozimat o'rnining kichikkina tor panjirlari talog'i qarab turadigan bu xonasiga qistilib qoldi. Demakki, hayot Maryamgulga avval hayotlik bilan kurash qilasan, ondan boshqa kurashlarni tanlaysan degan darsni bermoqda edi. Tugidi.